Forrest Gump, Winston Groom. 3-qism. Universitetga kelganimda murabbiy Brayant zalga kirdi. U yerda biz sport shortilari va futbolkalarda edik. U nutq so'zladi. Murabbiy Fellers gaplardan farq qilmas edi. Undan ancha sodda edi. Hatto menga o'xshagan oddiy odam ham bu jiddiy ekanini tushunardi. U qisqa va aniq gapirdi. Yakunda stadionga ketayotganimizda avtobusga eng oxirgi chiqqan odam murabbiy Bryantdan tepki yeyishini aytdi. Xuddi shunday. Va biz bunga shubha qilmasdik. Shunday qilib, yorug'lik tezligida avtobusga o'tirdik. Bularning barchasi avgust oyida sodir bo'ldi va Alabamada bu oy boshqa joylarga qaraganda issiqroq kechardi. Agar siz futbol dubulg'asi ichiga tuxum chaqsangiz, u 10 soniya ichida qattiqlashardi. Albatta, murabbiy Bryantni g'azablantirmaslik uchun hali hech kim bunday qilib ko'rmagan. Bunday qilishni tasavvur ham qilib olmasdi. Chunki keyin bu odamning yashashi qiyin bo'lib qolardi. Murabbiy Bryantning katta yigitlari meni to'g'ri manzilga, ba'zilar maymun deb ataydigan kampusdagi g'ishtin chiroyli binoga olib borishdi. Ular meni mashinada xonam ostonasigacha kuzatib qo'yishdi. Achinarlisi, bino tashqi tomondan chiroyli bo'lsa-da, lekin ichi unchalik emas. Balki bu binoda uzoq vaqtdan beri hech kim yashamagani uchundir. Chunki ichi juda iflos, eshiklarining aksariyati yirtilgan, derazalari singan edi. Ichkaridoy karavotda yotgan yigitlarning kiyimi yo'q edi. Chunki harorat Fahrenheit bo'yicha 110 daraja va hamma joyda chivinlar g'uvullardi. Qabulxona gazetalar bilan to'lib toshgan va avvaliga ularni majburan o'qishga to'g'ri kelishidan qo'rqardim. Lekin keyin bildimki, ularni yerga yozib qo'yish kerak. Aks holda oyog'ingizga qandaydir chiqindilar ilashishi mumkin. Xo'p, yigitlar meni xonaga olib kirishdi va qo'shnim Kertisni shu yerda bo'lsa yaxshi bo'lardi deyishdi. Ammo u yo'q edi. Ular mening narsalarimni qo'yib, vannaxona qayerda ekanini ko'rsatishdi. Hatto eskirgan yoqilg'i quyish shoxobchasida ham bunday hammom yo'qligi aniq. Va ular ketishlaridan oldin aytdilarki, men va Kertis do'st bo'lishimiz kerak ekan. Chunki ikkimizda ham suvaraknikidan ortiqroq miya yo'q emish. Men unga yomon qaradim. Rosti, charchagandim. U esa menga 50 marta sakrashimni aytganidek qildim. Kirini yopish uchun karavotga choyshab yozib uxlab qoldim. Tush ko'rdim. Onam bilan mehmonxonada gaplashib o'tirardik. Yoz jaziramasi, u menga limonad uzatib suhbatlashardi va birdan xona eshigi qanot chiqarib uchib ketdi. Men o'lib qolishdan qo'rqdim. Shu payt eshik oldida bir yigit paydo bo'ldi va u juda qo'rqinchli ko'rinardi. Ko'zlari bo'rtib chiqqan, og'zida bir necha tishlari yo'q, burni singanga o'xshaydi. Sochlari elektr toki urgandek tik turadi. Men uni Kertis deb o'yladim. U go'yoki o'zini kimdir urib yuboradigandek atrofga qaradi. So'ng to'g'ri eshikdan xonaga kirdi. Kertis aslida unchalik baland emas va ko'proq javon yoki muzlatgichga o'xshardi. U avval mendan qayerdan ekanimni so'radi. Men esa mobildan dedim. Uning aytishicha bu yer nopok shaharcha, o'zi esa o'pdan. U yerda yer yong'oq moyini tayyorlashadi. Agar ta'bimga o'tirmasa, konservani ochib ketimga surib qo'yarkan. Suhbat o'rtamizda har kun, hatto kunda 2 marta kechardi. Kunduzgi mashg'ulotlarda issiqlik 1000 daraja tuyuldi va murabbiy Bryantning yigitlari bizni maydon bo'ylab yugurib,
mashq qilishga majburlashardi. Tilim osilib qoldi. Lekin bor kuchim bilan harakat qilardim. Keyin ular bizni ajratishdi va meni himoyaga qo'yishdi. Universitetga kelishimdan oldin ular menga bir paket futbol rasmlari yuborishgan va men murabbiy Fellersdan ularni nima qilishimni so'raganimda, u shunchaki bosh chayqab, hech narsa. Meni universitetga kelgunimcha kutib tur, o'shanda aytaman dedi. Endi men hech nima qilmaganimdan afsuslanardim. Chunki birinchi marta bu himoyadan o'tib, so'ng noto'g'ri tomonga burilib qoldim va oldindagi yigit menga baqirdi. Ularning rasmlariga qaramaganim uchun urishdi. Men xo'p dedim. U esa qo'llarini silkitib qo'ydi. U ketgach, murabbiy Bryant men bilan nima qilish kerakligini hal qildi va meni stadion bo'ylab 5 marta yugurtirdi. Men yugurayotgan payt murabbiy Bryant minbarda o'tirardi. Men bir odamning zinapoyaga ko'tarilib, unga hamma narsani aytib berganini ko'rdim. Keyin murabbiy Bryant boshini tashqariga chiqarib, ko'zlari bilan meni izladi va mikrofondan ovoz keldi. Forrest Gump, murabbiylar minbariga kel. So'ng murabbiy Bryant o'sha odam bilan pastga tushdi. Men ularning oldiga yugurdim. Faqat ulardan qochib ketganim yaxshiroq edi deb orzu qilardim. Lekin murabbiy Bryant jilmayib turganini ko'rib hayron bo'ldim. U menga o'rindiqni ko'rsatdi va mendan rasmlarga qaradimmi, yo'qmi so'radi. Murabbiy Fellers aytganlarini qaytara boshladim. Lekin murabbiy Bryant meni to'xtatib, orqaga qaytib to'p uzatishni mashq qilishni buyurdi. Men u eshitmadi deb o'ylab pichirladim. Maktabda men hech qachon to'p uzatmaganman, chunki darvoza chizig'imiz qayerda ekanini eslay olmasdim. To'pni tezda ushlay olmasligimni aytdim. Buni eshitib menga g'alati qaradi. Keyin bir yigitni chaqirib to'pni olib kelishini aytdi. To'p kelgach, uning o'zi menga biroz yugurishni, keyin orqaga qaytishni buyurdi. Shunday qilganimda u menga to'pni tashladi. Ko'rdimki, to'p shunday sekinlik bilan men tomon kelyapti. Lekin men yiqilib tushishimga sal qoldi. Murabbiy Bryant nimanidir tushungandek bosh irg'adi. Lekin negadir menga u hali ham norozidek tuyulardi. Bolaligimda bezorilik qilganimda onam menga doimo Forrest, ehtiyot bo'l. Aks holda seni haydab yuborishadi deb aytardi. Men juda qo'rqardim. Shuning uchun ko'proq itoatkor bo'lishga harakat qilardim. Lekin ular meni jo'natishgan bu yer haydalishdan ham yomonroq edi. Bu yerda yigitlar hatto jinnilar maktabida ham bo'lmaydigan ishlarni qilishadi. Masalan, hojatxona qog'ozlarini yirtib tashlashadi. Bir kuni kechasi jamoamizdan bir barzangi himoyachi qurol olib, ro'paradagi yotoqxona derazalariga o'q uzdi. Universitet politsiyasi yetib keldi-yu, barzangini patrul mashinasiga tiqishdi. Xullas, buning uchun murabbiy Bryant uni stadion bo'ylab bir necha marta yugurishga majbur qildi. Kertis bilan men unchalik zo'r emasdik. Lekin men hech qachon bunday yolg'iz bo'lmaganman. Men onamni sog'inardim va uyga ketmoqchi edim. Men Kertisni tushunmasdim. Bu muammo. U shunchalik ko'p yomon so'zlarni ishlatardiki, gapining o'rtasiga kelganida men uning albomini unutib qo'yardim. Menimcha ma'no bir xil edi. Unga hech nima yoqmasdi. Kertisning mashinasi bor edi va menga haydashni o'rgatdi. Bir kuni oldiga o'tirdim. U kanalizatsiya panjarasi ustiga engashib so'kinardi. G'ildiragi yorilgan, g'ildirakni almashtirmoqchiga o'xshardi. Lekin tasodifan gaykani panjara ichiga tushirib yuborgandi. Shunga biz mashg'ulotlarga kechikdik va bu yomon edi. Men Kertisga shunday dedim. Menga qolgan 3 ta shinadagi gaykalarni ham olib tashlamaysan. Bu stadionga borishimiz uchun yetarli bo'lardi.
Bir zum hatto so'kinishdan ham to'xtadi va menga qarab dedi: "Ahmoq bo'lsang, bu qanday qilib xayolingga keldi?" Men javob berdim: "Ahmoqdirman, lekin men u qadar jinni emasman." Shunda Kertis o'rnidan sakrab turdi-yu, so'kingancha kalit bilan meni quvlab ketdi va bu munosabatlarimizga katta putur yetkazdi. Shundan so'ng xonani almashtirishga qaror qildim. Mashg'ulotlardan so'ng binoning yerto'lasiga joylashdim. Yuqori qavatdagidek iflos emasdi. Chiroq ham bor edi. Ertasi kuni karavotni shu yerga ko'chirdim va o'shandan beri shu yerda yashayman. Keyin darslar boshlandi va ular men bilan nima qilish kerakligini o'ylay boshladilar. Men kabi jismoniy tarbiya bo'limida imtihondan boshqa hech nima qilmagan bir yigit bor edi. Jismoniy tarbiya kabi juda oddiy darslar borligi uchun ro'yxatdan o'tkazishgandi. Ammo ingliz tili va boshqa fanlar, masalan matematikadan testlar berildi va men o'ta olmadim. Keyin ular menga tushuntirishdi. Ko'p futbol o'ynasang mashg'ulotlar uchun vaqt qolmasligini tushuna boshlashadi. Shunga qaramay jismoniy tarbiya va fizika o'rtasidagi farqni ko'rmagan bo'lsam ham, men u yerda qoldim. Ingliz tilim yomonroq edi. Ularning bu bo'limda o'z odami kam edi. Shuning uchun ular menga u yerga borishimni, imtihondan o'tishimni, keyin nimadir o'ylab topishlarini aytishdi. Orada ular menga darslik ham berishdi. U 3 kilo og'irlikda va Xitoy harflariga o'xshardi. Lekin baribir har oqshom uni yerto'ladagi karavatimda chiroq yorug'ida o'qirdim va qandaydir g'alati tarzda nima yozilganini asta-sekin tushuna boshladim. Nima uchun birinchi navbatda buni qilishim kerakligi noma'lum edi. Lekin men oxirida topshiriqlarni yong'oq kabi chaqib tashladim. Ustozimning ismi professor Huk edi. Birinchi testdan so'ng u meni kabinetga taklif qildi va so'radi: "Forrest, rostini ayt. Senga testlarni kimdir yechib berdimi?" Men shunchaki bosh chayqadim. Keyin u menga yangi topshiriq yozilgan qog'ozni berib, yechishimni so'radi. Tugatgach, u meni yechimimga qarab shunchaki bosh chayqadi. Qodir Xudo. Men hayron bo'ldim. Ingliz tili. Bu boshqa gap. O'qituvchi juda qattiqqo'l, ko'p gapiradigan janob Bun edi. Birinchi dars oxirida u qisqa avtobiografiya yozishimizni aytdi. Bu mening hayotimdagi eng qiyin narsa bo'lsa kerak. Kechqurun men bu haqida o'yladim va hamma narsani yozdim. Chunki ular menga hali ham imtihondan o'ta olmasligimni aytishardi. Bir necha kundan keyin janob Bin o'z sharhlari yozilgan qog'ozlarni tarqata boshladi. U yonimga kelganida men butunlay aqldan ozibdimi deb o'yladim. Lekin u meni qoralash o'rniga yozganlarimni ovoz chiqarib o'qiy boshladi va kulib yubordi. Hamma kuldi. Men u yerda jinnilar maktabi va murabbiy Fellers uchun qanday futbol o'ynaganim, Amerika jamoasi uchun ziyofat, ishga qabul qilish idorasi va kinoteatrda Jimmy Kern bilan bo'lgan voqea haqida yozgandim. Janob Bun o'qib tugatgach dedi: "Bu originallik deb ataladi. Sizdan shuni xohlayman." Hamma menga qaradi va u davom etdi: "Janob Gant, siz adabiyot fakultetiga hujjat topshirish haqida o'ylashingiz kerak. Bularning barchasini qanday yozdingiz?" Men javob berdim: "Men yozilmoqchiman." Avvaliga u sakrab tushdi. Keyin o'zi ham, boshqalar ham kulib yuborishdi va dedi: "Janob Gant, siz juda katta notiqsiz." Bu gap meni ham juda hayratda qoldirdi. Birinchi o'yin bir necha haftadan keyin shanba kuni bo'lib o'tadi. Murabbiy Bryant men bilan nima qilishni o'ylab topmaguncha mashg'ulotlar yomon ketayotgandi. Ammo keyin u murabbiy Fellers maktabda qilgan ishni qildi. Ular menga to'p berishdi va yugurishimni aytishdi.
O'sha kuni men yaxshi yugurdim. 4 ta gol urdim va biz Jorjiya universitetini 35-3 hisobida yutdik. Va hamma orqamga shunchalik ko'p shapatiladiki, og'rib ketdi. Ular meni yolg'iz qoldirishganida onamga qo'ng'iroq qildim. U meni tinglayotganidan xursand edi. O'sha oqshom hamma g'alabani nishonlash uchun ketdi. Lekin hech kim meni taklif qilmadi. Shuning uchun men yerto'lamga tushdim. U yerda men toki musiqa eshitilmaguncha o'tirdim. Keyin yuqoriga chiqib, kim chalayotganini bilishga qaror qildim. Babba ismli yigitni o'z xonasida garmonika chalib o'tirganini ko'rdim. Mashg'ulotlarda oyog'i singani uchun ziyofatga bormagandi. U o'z xonasidagi boshqa kravatga o'tirib tinglashimga ruxsat berdi. Biz hatto hech narsa haqida gaplashmadik va u faqat garmonika chalardi. Taxminan 1 soat o'tgach, men undan so'radim. Sinab ko'rsam bo'ladimi? U mayli dedi. Besh butun hayotimni o'zgartirishi mumkin deb kim ham o'ylabdi deysiz? Biroz mashqdan so'ng men qanday chalishni o'rganib oldim va Babba shunchaki hech qachon bunday ajoyib kuy eshitmaganligini aytdi. Kech bo'lganda Babba menga garmonikani o'zim bilan olib ketishim mumkinligini aytdi va men yerto'lada uxlab qolguncha chaldim. Ertasi kuni yakshanbada men garmonikani Babbaga olib bordim, lekin u olib qolishim mumkinligini aytdi. Chunki unda yangisi bor edi va men juda xursand bo'ldim. Maysazorga chiqdim, daraxt tagida o'tirdim va hamma tanish kuylarni chaldim. Quyosh bota boshlaganda binoga qaytdim. Maydonni kesib o'tganimda bir qizning baqirganini eshitdim. Forrest! Binday qarasam, Jenni Kerran ekan. U yoyilib tabassum qildi. Qo'limdan ushlab, mening qanday futbol o'ynaganimni ko'rganini va men uchun qanchalik xursand ekanini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, u kinoteatrdagi voqea uchun mendan umuman jahli chiqmagan. Men aybdor emas ekanman. Men bilan Coca-Cola ichishni xohlaysanmi deb so'radi. Jenni Kerranning yonida o'tirib, yana Coca-Cola ichayotganimga ishonish qiyin edi. U musiqa va dramaturgiya yo'nalishida tahsil olayotganini, aktrisa yoki qo'shiqchi bo'lmoqchiligini aytdi. U allaqachon guruhda xalq qo'shiqlarini ijro etarkan. Kelasi hafta Talabalar ittifoqi binosidagi o'z guruhining chiqishlariga meni taklif qildi. Xo'sh, men sizga aytsam, jumagacha kuta olarmikinman?